Xitayning ikki sobiq mudofaa ministri o'lim jazosiga hukm qilindi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu ikki mudofaa ministrining o'z vaqtidagi tutilish jarayoni, uning keyindan dunyo axborotlarida chiqqan masalalarni biz nihoyatda keng to'xtaldik istiqlolda. Hatta maxsus doktor Erkin Akram bilan shu Xi Jinping'ninki nurg'un amaldorlarni yuqori darajalik harbiylarni yo'q qilib etish masalasini Xitoyning ichki vaziyatini nihoyatda keng doirada analiz qildik. Xitoyda albatta bu ishlar davom qilyotdi. Endi bu ikkisining o'lim jazosiga hukm qilinganligi bilan dunyo buni bilgan bo'ldi. Xitoy harbiy sudi 7-may Xitoyning sobiq mudofaa ministrlari bo'lgan Li Shangfu bilan Wei Fenghening o'lim jazosiga hukm qilinganligini 2 yil kechiktirib ijro qilinganligini e'lon qildi. Xitoy organ taratqularının xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Markaziy harbiy komiteti a'zosi va sobiq mudofaa ministri Li Shangfu bilan Wei Fenghe xiyonatchilik, cheriklik sabablari bilan 2 yil kechiktirib ijro qilingan o'lim jazosiga hukm qilingan. Siyosiy huquqi mangulik elib tashlangan, barliq mol mulki musodir qilingan. 2 yil muddatdan keyin ularning o'lim jazosi muddatsiz qamoq jazosiga tushirilgan bo'lib, jazosini yeniklatishga yoki kepillikka qo'yib berishga bo'lmaydi ekan. Wei Fenghe 2018-yildan 2023-yilgacha Xitoy mudofaa ministri bo'lib vazifa o'tagan. 2023-yilning 5-ida bir mazgil tuyuqsiz g'oyib bo'lgandan keyin uning cheriklik sababli tekshirilayotganligi uqtirilgan. Li Shangfu 2023-yil 3-oyda Wei Fenghening o'rniga mudofaa ministri bo'lib tayinlangan. Tayinlangan bo'lsa-mu, 5 oydan keyin o'xshashli umi xuddi ilgariki ministrga o'xshashli tuyuqsiz g'oyib bo'lgan va 2023-yili 10-oyda vazifasidan qoldirilgan. Xuddi Xitoyning ichidagi barliq yuqori darajadagi amaldorlar qanday tuyuqsiz g'oyib bo'lib, hech qanday axborotga dunyoga lamjim demay Xitoy shunda nimasi bo'g'amdi. Chunki diktator bir hokimiyat bir odamning og'zida qaraydi. U nima desa shu. Shunda bo'lgandan keyin albatta na xalqiga undan bir bayonot berishga ehtiyoji bor. Tuyuqsiz yo'qolib ketib, oxirida o'zi xohlagan bir narsani o'tirib qo'yiblam bir taraf qilindi Xitoydan deb masala. Xitoy rejimining ichki qismidagi huquq talashishda ko'zdan yo'qitilgan amaldorlarga cheriklik jinoyati ortilganligi xalqaroga oshkora bir masala hammamizga ma'lum bo'lgandek. Ya'ni xiyonat qildi, cheriklik qildi, poraxo'rlik qildi u bu deb. Davamlı holatda, yani eng cho'ng chaplanadigan nima hamda shu ortiladigan jinoyat bu hamda Xitoyning ichida. Yaqinqi yillarda albatta buni Xi Jinping hokimiyatga kelgandan buyon eng ko'p ijro qilyapti. Lekin shundoq ijro qilib tursa-mu, biz nurg'un qatim suhbatlarimizda to'xtaldik. Xitoyda buncha yuqori darajadagi amaldorlarning ko'zini yo'qotilishiga qaramay, Xitoyning eng yuqori saviyadagi amaldorlardan eng kichik amaldorlargacha Xitoyda poraxo'rlik, bu xiyonatchilik, bu narsalar avjag'anligini hammamiz bilamiz. Buni biroz bo'lsa-mu to'xtatmoqlik Xitoy. Bu yil yanvar oyida Xitoy armiyasining eng yuqori darajadagi amaldorlaridan Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi, masalan, chiqqan Jiang Yousha va bosh shtab boshlig'i Liu Jianliu partiya intizomiga xiloflik qilish, poraxo'rlik, siyosiy jihatdan sodiq bo'lmaslik qatorliqlar bilan ayblanib, ularni rasmiy tekshirish boshlanganligi xabar qilingan edi. U vaqtda biz nihoyatda keng doirada ular haqida suhbatda to'xtalgandik. 2022-yili bekitilgan yangi bir navbatlik Xitoy harbiy ishlar komiteti a'zolarining ichida navbatli komitet raisi Xi Jinpingdan boshqa faqat Jiang Xingmen qilib qolgan bo'lib, biz o'z vaqtida bunda rasmlar bilan to'xtaldik. Ya'ni shu komitetning ichida faqat Xi Jinping va Jiang Xingmen. Bu ikkisi qilib qolganda endi bu eng yuqori saviyadagi nimaning qolgan 5 a'zoning hammasi yaqinqi bir necha yil mobaynida Xi Jinping tarafidan bir-birlab ko'zdan yo'qitilgan bir vaziyatda. Xitoyning ichki vaziyatini qaysi darajada bir-biriga ishonmaslik bir davolg'ishning ichida turayotganligini amaliyotda buningda ochiq ko'ra olamiz.